chuqur qara-qarani bilmaydigan do'konga nima qilyapti? Men bir gazingga beraman. 4 kara 4 8. 16. Какой? Jaji Alif B. Seni darajangdagi kitob Asijon bir kutubxonaga nima qilyapsan ekan? Aka, siz bu kitobga qandaligini bilasizmi? Qanday kitob ekan Asijon? Aka, bu kitob Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari kitoblaridir. Alloh taolo aytadiki, agar bandam meni ichida o'zicha zikr qilsa, men ham uni ichimda o'zimcha zikr qilaman. Assalomu alaykum Boysun ahli. Biz yangi do'kon ochdik. Bu do'konimiz eski supermarket yonida 3-yonda joylashgan. Bu do'konimizda barcha turdagi o'quv qurollari, bloknotdan tortib ruchka daftarlarimizgacha bor. Bundan tashqari turkiy kitoblarimiz va barcha turdagi diniy kitoblarimiz bor. Bundan tashqari bizda yangi umra qo'llanmalarimiz ham bor. Mana bu umra qo'llanmasida siz faqat umra amalini bajarishingiz mumkin. Mana bunda ham katta haj ham umra amalini bajarishingiz mumkin. Ikkovi ikki xil tarzdagi kitob. Bundagi ma'lumotlar juda ko'p. Bundan tashqari jamiki mana shu yerdagi ilmlarda sizni dunyodagi hamma ilmlarni oladigan bitta kitobimiz bor. U ham bo'lsa mana bu Asriy Hilol kitobi. Bundan tashqari bizda yangiliklarimiz bor. Badiiy kitobmi, diniy kitobmi, qaysi kitobdan bo'lsa qaytingizda 5 dona sotib olsangiz, bir donasi bonus tariqasida xohlagan kitobingizdan bittasi sizga bonus tariqasida Kitoblar biz kitoblar